Yovvoyi kelin. Muallif Nabijon Hoshimov. Andreyning polshalik hamkor do'stlari va'da qilganidek, butun imkoniyatlarini ishga solib, Kaliningrad turmasidan Sarvarni olib qochishdi. Buning uchun ular smena navbatchisi bo'lgan zobitlardan birini katta pul evaziga, shuningdek unga ham Polsha fuqaroligini olib berish sharti bilan kelishuvga erishishdi. Sarvar va zobit birga qochishdi. Hammasi oldindan puxta rejalashtirilib, chegaradan botqoq orqali eson-omon o'tib olishdi va sho'ro fuqaroligi ortda qolib, Sarvar Shahaydarov endi sohib xotamiyga aylandi. Bir oz tayyorgarliklardan o'tildi. Oz bo'lsa-da polyak tilini o'rgandi. Menejerlik kursida o'qidi. U Moskvaga sobiq ittifoq parchalanib ketganidan so'ng Rossiya-Qozog'iston qo'shma korxonasida ishlash uchun xorijiy fuqaro sifatida kirib keldi. Qolgan ishlarning hammasi rejadagidek o'z yo'nalishida davom etdi. O'sha davrda avj olgan Tojikistondagi fuqarolar urushi yangi tashkil topayotgan korxona rahbariyati uchun qo'l keldi. Yuzlab fuqarolar Tojikistondan Rossiya va qo'shni hamdo'stlik mamlakatlarga o'tib kela boshladilar. Yosh mustaqil respublikada hali qonun ustuvorligi bo'lmagani, qolaversa, o'z fuqarolarini ijtimoiy himoya qilishga qodir emasligi tufayli minglab oilalar o'z ona yurtlarini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgandilar. Pan sohib ana shu siyosiy vaziyatdan foydalanib qolishni taklif qildi va qochoqlar orasida ham narkomanlarning ko'p ekaniga ishora qildi. U xorijiy gazetalarning birida O'zbekistonga o'tib kelgan ko'plab qochoqlarning dala shiyponlari va ko'plab keraksiz binolarga joylashayotganini, ular o'zi bilan giyohvand modda keltirishayotgani, narkomanlar ham ko'p ekanligi uchun Respublika Ichki ishlar vazirligida qochoqlarni deportatsiya qilish masalasi ko'rib chiqilayotgani haqida berilgan maqolani o'qigandi. Deportatsiya qilinadigan qochoqlar notinch, osoyishta bo'lmagan, xunrezliklar sodir bo'layotgan o'z yurtlariga qaytib ketishdan ko'ra, boshqa davlatga ketib, har qanday ishda ishlash va yashashga rozi edilar. Sarvarning menejerlik vazifalarida asosan shu maqsadlar ko'zlangan bo'lsa, ikkinchi o'z maqsadi ham bor ediki, bu jannatxor edi. Chunki Tojikiston va O'zbekistondan kadrlar keltirish bahonasida Sabohatni ham daraklab keladi. Topib olgach, uni chet elga olib ketadi. So'ngra rohat-farog'atda umr kechirishadi. Biznesi ham bir maromda boraveradi. Farahbaxsh kunlarning birida o'zining va qizning ota-onasini Polshaga chaqirtirishadi. Bular uchun kutilmagan surpriz bo'ladi. Sarvar yana ana shunday ko'knori xayollar og'ushida qolgandi. Lekin hammasi boshqacha bo'lib chiqdi. U katta pul evaziga bir iloj qilib vertolyot yolladi. Qilingan sarf bir chetdan chiqib ketishi aniq edi. U yerni arang topdi. Ustiga tosh yopib qo'yilgan ekan. Oradan ancha-muncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, uning xayolida Sabohat kovakdan chiqib keladi-yu, o'zini Sarvarning bag'riga otadigandek vertolyotdan tushdi-yu, darvozasi vayrona bo'lgan jannatxor tomon yugurdi. Bir talay kiyik va echkilar hurkib qochishdi. Kovakka kiraverish kakliklar va boshqa suv ichgani kelgan jonivorlarning tezagi va qurigan o'tin cho'plarga burkangan edi. Sarvar g'orning og'zi kengaytirilganini ham payqadi. Demak, kimdir bu ish bilan uzoq shug'ullangani aniq. Buni Sabohat qilgan albatta, lekin inson izi va isi kelmasdi. Sabohat deya qichqirdi yigit bor ovozda. Biroq hech kim javob qaytarmadi. Ichkarida uxlab yotgandir degan o'yga bordi u va kovakdan kirib bordi. Sabohat, Safaryor tog'a deya qichqirdi u kira solib. Yorug'likdan g'or ichiga kirib borgani uchun ko'ziga dastlab hech nimani ilg'amadi. Tepadagi tuynukni mo'ljalga olib, buloq oldiga bordi va xonalardan birida to'satdan bir qabrga ro'para bo'lib, yuragi orqaga tortib ketdi. Nahotki u o'lgan bo'lsa degan o'ta noxush xayolga bordi u va Sabohat deya qichqirdi-da, ikki qabr oldiga tizzalab o'tirib qoldi. Faqat ortidan kirib kelgan uchuvchilardan biri "Что случилось, sahib?" deya so'ragandagina o'ziga keldi. "Они умерли? Кто?" "Мои знакомые", deya oldi u arang. "Что, они живыми были?" "Да." "А тогда как друг друга закопали?" Sarvarni o'rinli savol o'ylantirib qo'ydi. "Ha, ya, Safaryor o'lgandir, Sabohat uni ko'mgandir. Lekin unda Sabohat qayerda?" U shunday uyga borgach, darhol uchuvchidan so'radi. "У вас лопата не найдется?" "А что, хотите раскопать?" "Да, это очень важно." "Сейчас принесу", dedi u va ko'p o'tmay asbobni ko'tarib keldi. "Сашка, здесь должны быть золотые украшения. Дам твою долю. Поищи-ка, пожалуйста, а?"
Uchuvchi bu gapdan so'ng kurtkalarini yechib tashladi-da, ishga astoydil kirishib ketdi. Hatto "Prosti меня, Господи" deya cho'qinib qoldi. U tilla dardida kuyib-pishib ketgan bo'lsa, Sarvarning yuzini qo'rquv, hayajon va sovuq ter qoplagandi. U murdaning yuzini ohista ochib ko'rdi, lekin hech nimaga tushunmadi. "Sashka, у тебя спички есть? Зажигалка, дай сюда." Sarvar olovni yoqdi-yu, qo'rqqanidan qichqirib yubordi. Kiyik murdasining shoxi borligi uni cho'chitib yuborgandi. Xullas, xazina qidiruvchilar hech nima topa olishmay quruq qaytishdi. Lekin Sarvarning ko'ngli to'q bo'ldi. Demak, sabohat tirik. Izlasa uni albatta topadi. Shundan so'ng Sarvar o'z vataniga kapalak nusxa bo'yinbog' va qora ko'zoynakda xorijiy ishbilarmon va qochoqlar homiysi sifatida ularga amaliy yordam ko'rsatish masalasida keldi. Mehmondorchiliklarning birida o'z otasi Shoazim Shohaydarovich haqida surishtirdi. "U kishini qayoqdan taniysiz?" deb so'radi bir mahalliy mezbon. "Shoazim janoblari mening otam bilan Moskvada tanishib qolishgan ekan. Unda men yosh bola edim. Istanbulda yashardik. Biznikiga bir marta mehmon bo'lib kelishgan edi." Ha, u kishi hozir bor, Toshkentda yashaydilar. Bir o'g'ilchasi ham bor edi shekilli. Ha, u halok bo'lgan. Ancha bo'ldi. Istasangiz Shoazim akaga xabar qilamiz, yetib kelishadi. Hojat yo'q, men yangi hafta o'zim Toshkentga boraman. Qochoqlar orasidan aynan giyohvandlarni topish anchagina mushkul edi. Shu tufayli ishga xohlovchi sog'larni ham yollay boshladi. Nusrat esa otasi va akasining iltimosiga ko'ra yollangan dastlabki yakka-yagona O'zbekiston fuqarosi edi. Lekin falakning gardishi bilan u ham Sabohatning o'gay o'g'ilchasi bo'lib chiqdi. Ana taqdiru, ana qismat. Yana Sabohatning iltimosichi. Umrida bir martagina iltimos qilyapti axir. Nima qilsam ekan? Biror bahona topib, uni uyiga qaytarib yuborsammi? Nima deyman? U endi ana shunday savollarga javob topmog'i kerak edi. Sohib janoblarining boshi qotib ketayotgan mahali Akromjon akaning xonadonida shunaqayam isyon ko'tarildiki, isyonga albatta Hidoyat boshqosh bo'ldi. Anvarni o'rtaga olib gijgijlashlar o'z samarasini berdi. Mehmonni kuzatib Nusratning qolaversa o'zining taqdirini ijobiy tomonga hal bo'lganidan mamnun holda mehmonxonada yonboshlab, choyni xurillatib ichib o'tirgan Akromjon akaning oldiga ohista tomoq qirib Anvar kirib keldi. "Assalomu alaykum ota." "Va alaykum, kel o'g'lim. Qalay, charchamadingizmi?" "Shukr, rahmat. O'zing bardammisan? Kel choy ich." "Rahmat ota, uzr, bir masalada." Bemalol. Otasining yaxshi kayfiyatini buzishga negadir Anvar botina olmadi. Ikkilanib qoldi va chiqib ketishga taraddudlandi. "Uzr, boshqa safar kirarman." "Yo'q, ko'rib turibsan, kayfiyatim yaxshi. Har qanday iltimosing bo'lsa tortinmay aytaver", dedi ota tilaging degan ma'noda. "Yo'q, unaqa zaruratim yo'q." Gaping bo'lsa gapir, bo'lmasa masalangni ayt. Yechilmaydigan bo'lsa birgalashib bosh qotiraylik. Umuman yechilmaydigan masalaning o'zi bo'lmaydi. Faqat ozgina toqat qilinadi, o'ylab ko'riladi. Shunaqa-yu, lekin nozikroqda. "O'g'lim, bu yerda ikkalamizdan boshqa hech kim yo'q. Nima, xotining?" "Yo'q, hammasi yaxshi." "Qimor o'ynadingmi?" "Nimalar deyapsiz?" dedi Anvar e'tiroz bildirib. "Ayt bo'lmasa odamni xit qilmay." "Shu nima desam ekan, siz sal shoshilmadingizmikan?" dedi u iloji boricha muloyimlik bilan. "Yo'q o'g'lim, Nusratni jo'natib to'g'ri ish qildik. Uning oilasini saqlab qolish, avlodimizni asrash burchimiz. Men Nusrat masalasida emas." Akromjon aka o'g'liga yalt etib qaradi va hammasiga tushundi. Demak, farzandlari uning uylanishidan norozi. Buni vakil qilib kiritishgan shekilli. Lekin endi kech. Birinchidan nikoh o'qildi, ikkinchidan u endi ko'nglidagidek ayolni topdi. Nogironligi ayb emas, davolatsa bo'ladi. Yoshlar. To'g'ri, avvaliga qarshilik qilishadi, keyin o'rganib ketishadi. Qayoqqa ham borishardi. "O'g'lim", dedi ota salmoqlanib, joydan bir ho'plab olarkan. "Inson avvalo qarimasin ekan. Qariganida esa bu musibat umrning zavoli. Lekin men yana qancha bilmadim-u yashashni xohlayman. Qo'y, qilgan ishimni ayblama." "Yo'q, men ayblamayman, sizni boshqalar ayblashyapti." "Kim?" dedi Mo'ysafid piyolani to'qitib tashlarkan. "Odamlar, mahalla-ko'y." "Nega?" "Bu ayolni yaxshi bilisharkan-da", dedi Anvar boshini quyi egib. Ota farzandiga endi jiddiy e'tiborini qaratdi. "O'ylab gapiryapsanmi?" "Ha, uni o'tmishini sal surishtirishingiz kerakmidi?" "O'tmishiga nima qipti? Suyi qo'yoq bo'lgan."
Akromjon aka ich-ichidan kulib, boshini pastga qarab silkitdi. Ahmoq bola, sen mening oldimga qaysi esipastning gapini ko'tarib kelding o'zi? Buni aniq bilaman, ota. Ota o'g'lining ko'zlariga zimdan boqdi. Anvar esa yana yerga qarab oldi. Xo'sh, gapir, gaping ichingda qolib achib ketmasin tag'in. Ota, faqat o'zingizni bosing, asabiylashmang, iltimos. Erkakchilikda siz ham bilmay, Mo'ysafid xon taxtaga asabiy mush tushirdi. Nimani bilmabman, hali o'zini yoqqani ham yolg'on dersan. Ha, to'g'ri topdingiz. Bu voqea qo'shmachining uyida, kayfchilikda, sigaret tufayli. Qayerdan bilasan? Men ham haligi, hoy hayvon, iflos gapir, nima haligi? U yerda bo'lganman. Ota ikkala mushtlarini siqdi-da, xontaxta ustiga qo'yib peshonasini mahkam tiradi. Yo'qol, ket. Anvar qo'rqabsa o'rnidan turdi. Uzr, ota, xafa bo'lmang, issig'ida bilib qo'ying dedim-da. Ota ket degandek qo'li bilan ishora qildi. O'g'li ohista chiqib keta boshladi va otasiga oxirgi bor xavotirli qarab qo'ydi-da, eshikni yopdi. Ko'p o'tmay eshikka piyola urilib chil-chil singanini eshitdi. Tashqarida uni quchoqlab o'pib olgan Hidoyat opasi bir cho'chib tushdi. Lekin u benihoya xursand edi. Yashavor uka, boplading, der edi u tinimsiz pichirlab. Sabohatga oldingi turmushga chiqqanda ham Go'shangaga kirish nasib qilmagandi. Avvalo bir haftadan keyin bo'ladigan davlat imtihonini yaxshilab topshirib ol. Asal oyi qochib ketmaydi degan edi Mansur o'shanda. Bu safargisi boshqacharoq kechdi. Akromjon aka kelinchakning oldiga butunlay kirmadi. Kelinchak 100 xil xayolga bordi. Bugun juda charchaganlar, ertaga kirsalar kerak-da degan uy bilan uxlab qoldi. Sahar turib eriga tahoratga suv qilib qo'ydi-da, ko'cha hovliga suv sepib supura boshladi. Nusratning xotini Xadicha ham unga sherik bo'ldi. Qo'yavering, oyijon, men o'zim, dedi Xadicha. Sizga uyat bo'ladi-ya demoqchi ham bo'ldi. Mehmonxonada tunab deyarli uxlamay iztirob o'tida yonib chiqqan Akromjon aka ko'zlari qizarib chiqib keldi. Sabohatxon, dedi u iztirobli lekin qat'iy ovozda. Siz supurmay qo'ya qoling. Voy nega? Dedi kelin jilmayib. Kuyov to'ra yerga boqdi. U juda xijolatda edi. Umuman uyingizga keta turing iltimos. Umuman endi boshingiz ochiq. Haligi nima deydi? Siz endi uchtaloqsiz. Shunaqa. Xadichaning qo'lidan chelagi daranglab tushib ketdi. Sabohat esa qotib qoldi va qo'lidan supurgi asta sirg'anib tushdi. Akromjon aka nima qilarini bilolmay, yana mehmonxonaga qaytib, uning eshigini taraqlatib yopib oldi. Kelin poshsho bir cho'chib o'ziga keldi. Nima dedi? Xadicha hayron bo'lib qo'lini labiga olib bordi. Bu anavlarning ishi. Ular sizning ustingizdan tegirmon toshi yurgizishgan bo'lsa kerak. Kim? Qaynigachilarim, keyin qaynog'am. Sabohat qizlarning unga nisbatan olayib qarashayotganini his qildi. Demak, uning ustidan mag'zavani ag'darishib, yaxshigina tuhmat uyushtirishgan. Maqsad otalarini uylantirmaslik. Lekin mening aybim nima? Nima uchun nomim qora bo'lishi kerak deya o'z-o'ziga savol berdi u. Shu payt ko'cha eshikdan Hidoyat kirib keldi. U g'oliblardek mag'rur edi. Faqirning ag'anab, supurgining yerda bir ahvolda yotganiga ko'zi tushib, kutilgan voqeaning yuz berganini tushundi. Endi bokschilardek knockdown bo'lgan raqibni yana bir urib nokaut qilmoqchi bo'ldi. Ha, kelin poshsho, dedi u beliga qo'lini tirab. Nima balo, qovushingiz to'g'rilanib qoldimi deyman? Otam uni to'g'rilab qo'ydi shekilli-da, a? Xadicha, nima deysiz? O'shanaqa, dedi Xadicha ko'zlariga yosh olib. Voy, bo'lmasa boring, oychangizning narsalarini yig'ishtirishib boring. Tag'in qiynalib qolmasinlar. Nima bo'lsa ham nogiron ekanlar, dedi Hidoyat masxara qilib. Yo'q, men nima gapligini bilmaguncha hech qayoqqa ketmayman, dedi Sabohat alam bilan. Nima gap bo'lardi? Otam seni 3 taloq qo'ydimi? Endi bor, toshingni ter, ana katta ko'cha, dedi u barmog'i bilan ko'cha eshigini ko'rsatib. Xo'p, ketaman. Otangizga ko'zim uchib turgani yo'q, faqat chiqib tushuntirib bersinlar. Meni bu yerga keltirgunlarigacha yalinib yorib oldilar. Nima, men mol bozorida sotiladigan qo'ymidim? Ko'chada yotgan teshik marjonsan, bildingmi? Mana men tushuntirib beraman, sen fohishasan. Avval ukamni yo'ldan urgan ekansan, endi otamning ham boshini aylantiryapsan. Shu payt mehmonxona eshigi ochilib, Akromjon aka jahl bilan chiqib keldi. Hoy, Hidoyat, og'zingni yum. Voy, nega menga baqirasiz? Anaviningizga baqiring, ket desa ham ketmay bez bo'lib turibdi-ku. Sabohat gap nimada ekanini tushunib yetdi. Ukamni yo'ldan urgan ekansan degan so'z uning miyasida takror-takror jaranglayverdi. Demak, Anvar katta tuhmat uyushtirgan, uni fohisha deb atagan. Sabohat qo'lini sovuq ter qoplagan peshonasiga olib borib, hozir puxta o'ylab ish qilish kerakligini tushundi. Agar indamay ketaversa, eri uni haqiqatan ham fohisha bo'lgani rost degan o'yga boradi.
tuhmat uyushtirganlar hammasi chapak chalishadi. Yo'q, aslo. Bunga yo'l qo'yishga haqqim yo'q. Unda o'zimni badnom qilgan bo'laman. Demak, taqdirimda yana bir sinoat bor ekan. Faqat men uni yengibgina o'zimning ayollik sha'nimni himoya qila olaman. Bo'lmasa o'lganim yaxshi. Akrom aka bilan turmush qurish shart emas. Muhimi tuhmatchini fosh qilish, o'z qadr-qimmatimni himoya qilish. Qismatimning naqadar ayanchli kechayotgani o'z yo'liga, lekin nomimning ham yomonotliq bo'lishiga yo'l qo'ymasligim, buning uchun kurashishim va tengsiz kurashuvda yengishim shart, dedi qat'iy qarorga kelgan kelinchak o'ziga o'zi. Ana shunday azmu qaror bilan Sabohat Akromjon akaning ko'zlariga tik boqib oldiga mag'rur bordi. Mayli, men sizga boshqa xotin bo'lmayman, lekin men ayolman. Mening ayollik sha'nim, haq-huquqim bor, qonun bor. Tuhmatni fosh qilib nomimni oqlamay qo'ymayman. Farzandlaringizga ayting, endi mendan o'zlarini himoya qilishsin, dedi jiddiy va ichkariga kirib ketdi. Hidoyat, dedi ota qiziga qarab. Bu sening ishingmi? Hidoyat qovog'ini uyib tumtayib turaverdi. Agar haqiqatdan bu ishlar tuhmat bo'lib chiqsa, mendan yaxshilik kutmanglar. Bor budimni mana shu nogiron ayolga xat qilib beraman. O'qdingmi? Bor, yo'qol. Bu payt ichkaridan Sabohat chiqib keldi. Ikki raqib ayol to'qnash kelishdi va bir-birlariga jo'ja xo'rozlarday hurpayib qarashdi-da, biri ko'chaga, ikkinchisi oshxona tomon ketdi. Hamma gaplardan ogoh bo'lgan Xadicha piqillab yig'lab yubordi. Otajon, u kishini qaytaring. Bu gaplarning hammasi tuhmat. Mayli qizim, qo'yaver. Uni endi qaytarib bo'lmaydi. Sabohat haqiqatdan ham qaytmas edi. U to'g'ri tuman sudiga kelib, qancha sarf-xarajat bo'lsa ham yaxshi advokat topib berishlarini iltimos qildi. Unga tumanda o'z sohasida eng tajribali sanalgan, katta sud jarayonlarida yutib chiqishga erishgan advokatning manzilini berishdi. Advokat Javlonbek uning shikoyatini jon quloq bilan eshitdi. Hammasi tushunarli, dedi Javlonbek og'ir xo'rsinib. Ishingizning unchalik murakkab joyi yo'q. Zaksdan o'tganmidingizlar? Yo'q, faqat nikoh o'qildi xolos. Bir kun ham yashamadik hisob. Bu oiladagilar bilan yoki birortasi bilan ilgari tanishmidingiz? Yo'q, aslo. Biz Akromjon aka bilan sihatgohda tanishib qoluvdik. Farzandlari borligini bilmaganmidingiz? Ha, bir marta ko'rgani borishuvdi. Umuman ular otalarining uylanishiga qarshi bo'lib kelishgan ekan. Sabab? Bilmasam. Sababi meros bo'lsa kerak. Bu haqda eringiz bilan oralaringizda biror gap bo'lganmidi? Yo'q, men bu haqda o'ylab ham ko'rmagandim. Chunki meni bu narsa qiziqtirmaydi. Lekin farzandlarini qiziqtiradi. Agar qonuniy nikohga kirib olsangiz, unda eringizning mulkini yarmiga egalik qilardingiz. Agar farzand tug'ilsa. Tushunarli, dedi Sabohat boshini ohista qimirlatib. Shuning uchun ham ular otalarining uylanishiga qarshilik qilib kelishgan bo'lishlari mumkin. Siz esa ota va farzandlar o'rtasidagi mana shu jiddiy holatning jabrdiydasiga aylangansiz. Sizni oradan yo'qotish uchun tuhmat uyushtirishgan. Ha, lekin mening bo'ynimga fohisha degan tavqilonatni ham ilib, nomimni qora qilishmoqda. Agar bunday gap so'zsiz ket deyishganda ketaverardim. Ketmasdingiz, chunki besabab inson kuchugini ham ko'chaga haydamaydi. Demak, yomonotlik qilib, tuhmat qilish yo'li bilangina sizni haydashga muvaffaq bo'lishgan. Javlonbek aka, nima deysiz? Men yutib chiqishim mumkinmi? Mening emas, bizning yutishimiz aniq va ravshan. Men avvalo Akromjon aka, o'sha Anvar va boshqalar bilan suhbatlashib chiqaman. Siz sudga arizani yozib beravering. Lekin mening maqsadim turmushimni tiklash emas, balki tuhmatchilarni qonuniy jazolash, o'zimning pokiza ayol ekanligimni isbotlash xolos. Men o'zimni haqoratlangan, xo'rlangan deb hisoblayman. Xuddi ana shu so'zlarni arizangizga yozing. Advokat Sabohatning yuragiga umid uchqunlarini yoqib, hurmat bilan kuzatib qo'yarkan, 2 kundan keyin xabar olishini tayinladi. Kelinchak yana yakka-yolg'iz shahardagi hayhotdek 4 burchak katagida yashay boshladi. Lekin bu yerda uning dardini tinglaydigan na tuynuk, na olov, na kiyik, na buloq va na baliq bor edi. Faqat balkonga chiqib, mashinalar shovqini-yu ifloslangan havodan diqqi nafas bo'lib, go'yo zanjirband qilingandek kun bo'yi o'tirardi. U iztirobga aylangan 2 kunni 2 yildek sabr bilan kutdi. Men Sabohatning pokiza ayol ekaniga ishonaman, dedi Akromjon aka advokat bilan suhbatda xo'rsinib olarkan. Nimayam qila olardik, peshonamizga shu ishlar ham yozilgan ekanda. Mabodo opa haq bo'lib chiqsalar nima qilmoqchisiz?
Uzr so'rayman, qaniydi shunday bo'lsa. Unda farzandlaringiz... Yo'q, ularga bu bir maktab bo'ladi. Insonning pokiza dilini vayron qilish qanchalar gunoh ekanini qani endi tushunib yetishsa. Bo'lmasa o'g'lingiz Anvarjonni shu yerga chaqirtirsangiz, sizning guvohligingizda ba'zi narsalarni so'ramoqchiman. Faqat siz aralashmay o'tirsangiz. Akromjon aka advokatning bu tutgan yo'lida bir ish chiqishi mumkinligiga ko'zi yetdi. Ish qilib tuhmat qilganini tan olarmikin degan savol xayolidan o'tdi. Lekin o'g'li ota huzurida advokatning savollariga jasorat va matonat bilan javob qaytarib, o'zini jang maydonidagi jasur askardek tutdi. Chunki mabodo tuhmat qiluvdim deb tan olsa, otasining oldida beburd bo'lib qolardi. Bo'lar ish bo'lgan, loy qolipdan ko'chgan, ayachasi uydan chiqib ketgan. O'zi yo'qning ko'zi yo'q qabilida ish tuta boshladi. Anvarjon, biz bu yerda 3 ta erkak o'tiribmiz. Shuning uchun faqat to'g'risini aytavering. O'sha gaplar rostmi? Anvar ha rost degandek boshini qimirlatib qo'ydi. Bu ish qayerda bo'lgandi? Shaharda, manzili esimda yo'q. Mabodo birga borsa ko'rsata olasizmi? Yigit qizarib o'rnidan turib ketdi. Nima keragi bor? Sizdan jiddiy so'rayapman, to'g'risini aytavering, dedi advokat va Anvarga yuzlandi. O'yinni o'zlaring boshlab qo'ydinglar, endi oxirigacha yetkazib qo'yinglar-da. Opa ketgan, endi u qaytib kelmoqchi ham emas. Zaks ham bo'lmagan ekan, mulkka, merosga da'vogarlik qila olmaydi. To'g'risini aytavering. Nima uchun? Deb so'radi Anvar to'satdan. Otangiz qilgan ishidan pushaymon bo'lmasligi uchun, ko'ngli taskin topishi uchun. Shu xolosmi? Shu xolos. Oxunboboyev ko'chasi 12-uy, 4-kvartira. U yerda kim yashaydi? Bir kampir. Ismi bilmayman. Demak, o'sha yerda kuygan, to'g'rimi? Shunaqa. Yaxshi, siz opani o'sha yerda ko'p uchratganmisiz? Ha? Oxirgi marta taxminan qachon? 1 yilcha bo'ldi. Hozir avgust oyi, demak o'tgan yili avgustda. Nima, siz tergovchimisiz? Yo'q, oddiy advokatman. Mening ishim faqat adolatni tiklash, otangizni himoya qilish xolos. Faqat yigit sifatida bir gapning to'g'risini aytsangiz, siz ham u bilan bo'lganmisiz? Anvar yer chizib qoldi. Peshonasi tirishdi. Beixtiyor boshini qashladi. Yuzini kafti bilan surtdi. Shu narsani aytishim shartmi? Aytaver o'g'lim, gap oramizda qoladi. Bo'lgan bo'lsa bo'lgandir. Ha, bo'luvdi. Bo'pti, rahmat. Sizni boshqa bezovta qilmayman. Faqat endi sudda guvoh sifatida shu ko'rsatmangizni tasdiqlaysiz xolos. Sud? Qanaqa sud? Opa otaxonni sudga bergan. Otangizni himoya qilarsiz yoki gaplaringizning hammasi yolg'onmi? Yolg'on bo'lsa, otadan, opadan uzr so'rashingiz va ehtimol ular rozi bo'lsalar, yana qayta nikohlatib, zaksdan ham o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, gaplaringiz hammasi to'g'riligini tasdiqlaysizmi? Ha, unda mana bu qog'ozga imzo qo'ying. Bu bir rasmiyatchilik. Anvar biroz o'ylanib qoldi. Qo'l qo'y, men ham qo'yib berdim o'g'lim, dedi otasi. Nima dedingiz? Nima derdim, fohisha ekan, haydab soldim dedim-da. Anvar bir advokatga, bir otasiga qarab oldi-da, imzoni shartillatib qo'yib tashladi. Bo'ldimi? Bo'ldi, rahmat, men ketdim bo'lmasa. Advokat xayrxush qilib chiqib ketdi. Bilib qo'y, yigit so'zidan, arslon izidan qaytmaydi. Bardam bo'l, dedi ota o'g'liga. Sud ishlari boshlanishiga yaqin qoldi. Advokat Javlonbek uzil-kesil g'olib kelish va ayolning hurmat e'tiborini tiklash uchun inkor qilib bo'lmaydigan hujjatlar yig'ishda davom eta boshladi. Buning uchun tuman ichki ishlar bo'limining boshlig'i Isoq Islomovichning ham oldiga kirib chiqishga majbur bo'ldi. Keling, advokat do'stim, xo'sh, xizmat. Bir arzimagan ish. Bir ayolni avvalgi yashash joyidan ma'lumotnoma so'rab borsam, daftarlariga qarab, u o'lgan, bera olmaymiz deyishyapti. Bo'lmasa o'lgan degan hujjat olavermadingizmi? Axir u tirikda, erga ham tegdi. Eri uni haydagani uchun sudga ham berib ulgurdi. Qiziq, kim ekan u ayol? Sultonova Sabohat. Tanish-ku, mabodo haligi o'z-o'zini yoqqan ayolni aytmayapsizmi? Deb so'radi boshliq ko'zoynagini stolga qo'yib. Ha, bilarkansiz-ku. Axir u deputatimizning qizi-ku. Shunaqami? Nima gap o'zi? Qani bir boshdan gapirib beringchi. Advokat bo'lgan ishlarni o'z bilganicha aytib berdi. Oho, deb qo'ydi boshliq boshini siltab. Bu qanaqa baxtiqaro qiz ekan-a? Shuncha ko'rginliklari kamlik qilibdi-da. Ish qilib u yana o'z joniga qasd qilmasin-da. Menga qarang, uka. Siz bu ayolni istaysizmi, istamaysizmi himoya qilishingiz shart.
Agar yutib chiqmasangiz, u o'zini haqiqatan ham o'ldiradi. Bilib qo'ying, bunga siz javob berasiz. Axir men, dedi Javlonbek dovdirab. Bu hazil emas, katta ishga qo'l uribsiz. Bitta ojiza ayolga qarshi butun boshli oila turibdi. Uni faqat dalil isbot bilan oqlay olasiz. Ular to'liq bo'lmagunicha sudni to'xtatib turish kerak. Bu ishni shaxsan o'zim nazorat qilaman. Qo'lingizda ayolning yaqin o'tmishi haqida rasmiy ma'lumotnomani mana men beraman. Unga sud ekspertiza xulosalari, fotosuratlarni ham ilova qilaman. Kechirasiz, mijozim qayerda yashagan o'zi? G'orda, yovvoyi bo'lib, oyog'i zanjirband etilgan holatda. Men chindan so'rayapman, dedi Javlonbek kulib. Men ham siz bilan hazillashayotganim yo'q, dedi boshliq va shkafni ochib, allaqanday papkani topdi-da, uning ichidan Sabohatning o'z-o'zini yoqib yuborgan paytdagi fotosuratini olib uzatdi. Advokatning og'zi ochilib qoldi. Endi Anvardan so'rang. 2 yil oldin shu ayol bilan bo'lganmikin? Agar ha desa, unga orden beramiz. Advokat chiqib ketgach, Isoq Islomovich yangi gapdan xabardor qilib qo'yish uchun tuman prokurori Said Akbarovichga qo'ng'iroq qildi. Ha, bu juda jiddiy ish, dedi prokuror ham o'ychan. Otasi Akbar Soliyevichning bundan xabari bormi? Yo'q, xabardor bo'lmasalar kerak. Mayli, u kishiga aytmay qo'ya qolaylik, lekin sudda kuzatuvchi sifatida ikkalamiz ham ishtirok etishimiz kerak bo'ladi. Ha, albatta. Bu ishga mahalla kuyni ham, keng jamoatchilikni ham jalb qilishimiz kerak, toki ayollar o'z haq-huquqlarini himoya qila bilishsin. Ha, menimcha o'z joniga qasd qilishlar qonunni bilmasliklaridan kelib chiqyapti. Adolat uchun kurashish kerakligini, qonun ustuvorligini bilib qo'yishlari kerak. Men viloyat xotin-qizlar kengashiga ham qo'ng'iroq qilib, sudda ishtirok etishlarini eslatib qo'yaman. Bu jarayonni matbuotda ham yoritish kerakmikan? Shoshilmang, avval yutib olaylik.